Yurakning o'tkazuvchi tizimi quyida keltirib o'tiladigan qismlardan iborat. Sinoatrial tugun yoki SAA tugun o'ng bo'lmachada yuqorigi kavak venaning quyilish sohasida joylashgan bo'lib, bu yurakning tabiiy pacemaker hujayralaridan iborat. Barcha yurak urishlari aynan shu tugunga bog'liq. SAA tugundan elektr impulslari ikkala bo'lmacha bo'ylab tarqalib, uning qisqarishini ta'minlaydi. Atrioventrikulyar tugun yoki AV tugun o'ng bo'lmachaning boshqa sohasi atrioventrikulyar klapan yaqinida joylashgan. AV tugun qorinchaga elektr impuls o'tishini ta'minlab, qorinchalarga boruvchi impulsning ushlanib qolinishini amalga oshiradi. Impuls ushlanib qolishi muhim jarayon bo'lib, bo'lmachadagi qonning qorincha qisqarishidan avval qorinchaga o'tib olishini ta'minlab beradi. AV tugun impulsni sinoatrial tugundan olib, AV tutamlarga yoki GIS tutamlariga yetkazadi. Bu tutamlar o'ng va chap shoxlardan tashkil topgan. Impulsni yurak uchiga yetkazib beradi. Yurak uchidan impuls Purkinje tolalari orqali yuqoriga yo'naladi va qorincha miokardi bo'ylab impuls tarqalishini ta'minlaydi. Yurakning elektr faolligini elektrokardiografiya yoki EKG orqali yozib olish mumkin. EKG barcha tugunlar va miokard hujayralaridan hosil bo'lgan harakat potensiallarini yozib olishga ixtisoslashgan. EKGning barcha tishlari va segmentlari yurakning elektr siklidagi aniq bir hodisani ifodalaydi. Qachonki bo'lmacha qon bilan to'lganda, sinoatrial tugun qo'zg'aladi. Elektr impuls bo'lmacha bo'ylab tarqaladi va uning depolarizatsiyasi sodir bo'ladi. Bu EKGdagi P tishni belgilaydi. Bo'lmacha qisqarishi yoki atrial sistola P tishcha boshlangandan 100 millisekund o'tgach sodir bo'ladi. PQ segment sinoatrial tugundan AV tugunga impuls o'tish vaqtini ko'rsatadi. QRS kompleks AV tugun qo'zg'alishini va qorincha depolarizatsiyasini ifodalab beradi. Q tishcha qorinchalar aro to'siq depolarizatsiyasiga to'g'ri keladi. R tishcha qorinchaning asosiy qismini depolarizatsiyasini ko'rsatadi. S tishcha yurak asosida qorincha depolarizatsiyasining kechki fazasini namoyon qiladi. Bo'lmacha repolarizatsiyasi ham shu vaqt ichida sodir bo'ladi, lekin yirik QRS kompleks signali sababli ko'rinmay qoladi. ST segment miokard harakat potensialining plato davrini akslantiradi. Bu qorincha qisqarishi va qonning haydalish davriga to'g'ri keladi. T tishcha qorincha bo'shashishdan yoki ventrikulyar diastoladan avval qorinchalar repolarizatsiyasini ko'rsatadi. Har yurak urishi bilan bu halqa o'zini o'zi takrorlab turadi.